Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh muhtaram azizlar. Alloh taolaga beadad hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon-i Sharifning go'zal bir daqiqalari turibmiz. Biz alhamdulillah mana shu Ramazon-i Sharifda Hazrat Bilol jami masjidining qavmlari tarafidan inshaalloh bir oy mobaynida har 10 kunlikda xayriya karvonini yo'lga qo'yishni niyat qilgan edik. Alhamdulillahi robbil alamin. Har 10 kunlikda xayriya karvonimiz safarga chiqdi. Ana bugun oxirgi 10 kunlikda turibmiz inshaalloh. Alloh taolaga beadad hamd va sanolar bo'lsinki, ihson qiladigan birodarlarimiz nihoyatda ko'paydi. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Mana bugun 120 ta xonadonga inshaallohul karim xayriya karvonimiz yetib boradi inshaalloh. Bu tarix biz uchun, bu biz uchun bir go'zal bir fazilat bo'ldi. Alhamdulillah bu yilgi Ramazonimiz. O'tgan yil Ramazonga qaraganda bu yilgi Ramazonimizda ihson qiladigan birodarlarimiz nihoyatda ko'paydi. Alloh taolo mana shunaqangi ihson qiladigan birodarlarimizni ko'paytirsin. Hammalarimizni o'ylagan yaxshi niyatlarimizga o'zi yetkazsin. Duo qilamiz ya Robbi. Bugun mana shunaqangi muborak bir daqiqalarda, ro'za hollarida ya Robbi, go'zal bir daqiqalarda mana shu xayriya ishlariga qatnashgan shuncha birodarlarimiz bor ya Robbi. Hammalarini qalblaridagi o'ylagan yaxshi niyatlariga o'zing yetkazgin. Va mana bu ihson qilgan birodarlarimiz bor ya Robbi. Hammalarini ya Robbi, hammalarini qalblaridagi o'ylagan eng yaxshi niyatlariga o'zing yetkazgin. Ya Robbi, doimo o'zing rozi bo'ladigan, o'zing yaxshi ko'radigan amallarda mustahkam turadigan taqvodorlardan bo'lmoqligimizni o'zing nasib qilgin. Bu joylarga mana shuncha soat vaqt ketdi ya Robbi. Har bir yozilgan soat daqiqalarga ya Robbi ajrlarni, mukofotlarini yozib bering ya Robbi. Ya Allah, duoga qo'shgan hammalarimizni solihlardan qilgin, taqvodorlardan qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan, rahmat. Shuncha vaqt ajratib, kecha bo'lmasa bedor o'tgan kechani, hammasi kecha bedor o'tirgan. Lekin ishlaringiz bo'lsa ham Xudo uchun, Alloh uchun mana joyga kelib turibsizlar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin inshaalloh. Bu joyda hammaning niyati bor, qalbidan niyatlar o'tkazyapti ya Robbi. Hammalaringizni mana shunaqangi ihsonlar chiqaradigan salohiyatli boylardan Alloh taolo inshaalloh. Alloh taolo o'zi yomonliklardan o'zi asrab, birligimiz yo'qolmasin. Mana shunaqangi aqlimiz bu ishga tegadi. Aql bo'lmasa bo'lmaydi birodarlar. Alloh taolo mana shu aqlchiligimizni qiyomatga chiqarsin. Allohu akbar.